Diqqat futbol muxlislariga ajoyib yangilik. O'zbek futbolida yozgi sensatsiya. Ikki futbolchimiz Portugaliyada. Futbolchilarimiz Yevropani zabt eta boshladi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroliklarimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. O'zbek futbolida haqiqiy portlash, hech kim kutmagan transfer amalga oshdi. Bizning 2 nafar yosh yulduzimiz endi rasman Yevropa grandida to'p suradi. O'zbekistonlik yosh iste'dodlar Yevropa sahnasida. O'zbek futboli tarbiyalanuvchilariga Yevropadan qiziqish kundan kunga ortib bormoqda. Buning isboti o'laroq mamlakatimizning yoshlar terma jamoa a'zolari Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov Portugaliyaning mashhur Braga klubiga ko'chib o'tdi. Portugaliya klubi har ikki o'yinchi bilan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bunyodkor safida to'p surgan hujumchi Sadriddin Hasanov uchun 250 ming yevro, Ahmedov FA tarbiyalanuvchisi bo'lgan Sayfiddin Sodiqov uchun esa 300 ming yevro transfer badali to'langan. Ushbu iste'dodlarimiz 2025-yili U17 Osiyo Kubogi finalida Saudiya Arabistonini 2-0 hisobida yengib, chempion bo'lgan qahramonlardir. O'shanda Hasanov turnirning eng yaxshi o'yinchisi, Sodiqov esa eng yaxshi assistenti etib topilgan edi. Shuningdek, ular yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida ham yorqin ishtirok etishgan. Endi bu ikki iste'dodimiz Abduqodir Husanov izidan borib, Yevropani titratishga tayyorlanishmoqda. Xo'sh, sizningcha bu yigitlarimiz Braganing asosiy tarkibiga kira olishadimi? Ularning Yevropadagi kelajagiga ishonasizmi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, yigitlarimizga Yevropa maydonlarini zabt etishida omad tilab qolishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.